O'zbekiston xalq shoirasi Halima Xudoyberdiyeva ilk muhabbat, chaman, suyunchi tog'larim, bobo quyosh, issiq qor, sadoqat, muqaddas ayol va To'marisning aytgani kabi qator she'riy kitoblar muallifi. U o'zbek adabiyotining yetuk vakillaridan biri hisoblanadi. Uning ijodiyoti milliy g'urur, ayol tabiati, ona vatan va inson qalbiga oid yuksak hissiyotlarni o'z ichiga oladi. Bu asarlar orqali u o'ziga xos she'riy maktab yaratdi. O'zbek ayoliga xos latofat va matonat, vatanga sadoqat va inson qalbining nozik tuyg'ulari bosh mavzular sifatida namoyon bo'ldi. Shoira Halima Xudoyberdiyeva 1947-yil 17-mayda Sirdaryo viloyatining Boyovut tumanida dehqon oilasida dunyoga keladi. O'rta maktabni tugatgach, shoira Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetida 1975-1977-yillarda Moskvadagi Gorkiy nomli oliy adabiyot institutida tahsil oladi. Ilk muhabbat nomli dastlabki kitobi 1968-yilda nashr etiladi. Shundan so'ng shoiraning Oq olmalar, chaman, suyanch tog'larim, bobo quyosh, bu kunlarga yetganlar bor, muqaddas ayol kabi 20 dan ortiq she'riy to'plamlari, dostonlari, maqollar to'plamlari nashr etiladi. Biz olmamiz shoxlardagi to'kmasinlar aytingiz. Daryo bo'lar ko'z yoshimiz cho'kmasinlar aytingiz. G'o'rmiz hali aytingizki g'o'r mevani uzmaylar. Go'dakning ham tongi shirin uyqusini buzmaylar. Aytingizki yana bizlar endi qo'shiq boshladik. Eshitsinlar axir uni odamlarni tingladik. Kuylamoqqa qo'yib bering, kuylay olmasak jo'shib, o'rib oling bizlarni ham o'sha qo'shiqqa qo'shib. Biz olmamiz shoxlardagi to'kmasinlar aytingiz. Ota kelganini doim qish-u yoz tomoq qirishidan bilar edilar. Bola-yu kattalar chiqardi peshvoz barsday yurishidan bilar edilar. Endi yo'lbars yo'q, tortmasdan sergak, bemalol o'tirar uyda ayol oy, erkak shunday bo'lsa, kelganda erka, ayol tipirchilab topmay qolsa joy. Ha, bu ayol oldinam bemalol edi. Uddalay olmadi ergashamlikni, qabul qila olmadi erkakning dedi, ayoldagi bu tur xotirjamlikni. Ayol endi hushyor, qulog'i ovda, yig'lab eslar erin har bir kirishin, endi tushlarini qilar bezovta, shovqin va ayol erkakning tomoq qirishi. Halima Xudoyberdiyevadek buyuk ayol o'zbek adabiyotimizning muhim bir jabhasi hisoblanadi. Ayniqsa Halima Xudoyberdiyeva ijodida ayol obrazi o'zgacha maftunkorlikka ega. Buni biz qaysi she'rlarida bilsak bo'ladi. Uning barcha she'rlari aynan ayollarga atalgan bo'lib, muqaddassan ayol she'ri har bir ayolning boshidan o'tgan, kechirganlari asosida yozilgan ekan. Shoira o'zining ajoyib bir intervyusida shunday deb aytadi: "Men bu she'rni barcha ayollar uchun yozdim va aynan o'zimni hayotimdan oldim va asalaridek boshqa ayollarning gullaridan nektarlarni terib olib, ularni hayotlari bilan bog'ladim" deb yozadi. Halima Xudoyberdiyeva 2 yoshligida onasidan yetim qoladi va u kishini Xonnazar xola, ya'ni o'zlarini xolalari katta qilib oladi. Halima Xudoyberdiyeva juda ham kichkinaligidan adabiyotga oshno bo'ladi. Balki o'zini haqqoniy onasi bilan yashamaganligi uchunmi, uning hayotida ona obrazi, ayol obrazi o'zgacha talqin qilingan bo'lib, Dorilamon kunlar keldi she'rida buni yaqqon hosilasini ko'ramiz. Ya'ni Sherali Jo'rayev ijrosida kuylangan bu she'r qo'shiqlarga aylanib, xalqimizning qalb to'ridan joy olgan. Halima Xudoyberdiyeva o'zining intervyu berishiga qaraganda taxminan 7-8 sinf paytlari she'r yozadi va Sirdaryodagi gazetada uning she'ri chop etiladi. Uning she'ri bir tadbirda Sharob Rashidov qarshisida ijro etilganligi uning eng oliy baxt ato etadi va Halima Xudoyberdiyevaga Sharob Rashidovning e'tibori tushadi va Sharob Rashidov o'sha
paytidagi Sirdaryo hokimiga bu qizchani ota-onasi bilan bog'lanib, uni o'qishi uchun sharoit yaratib beringlar deya juda katta hissa qo'shadi va bugungi kunda Halima Xudoyberdiyevani mana 9-sinf darsligida hayoti va ijodi bilan birgalikda u kishini hassos she'rlari, Dorilamon kunlar keldi, shunchaki begim sizni tabiat she'rlari berilgan va bu she'rlarni biz bugungi nuqtai nazar bilan tahlil qilib o'quvchilarimizga yetkazib kelmoqdamiz. Halima Xudoyberdiyevaning Sadoqat, Muqaddas ayol kabi asarlari orqali u nafaqat she'riyat, balki ayollarning ichki olami, azob va shodliklari, hayotdagi o'rni va faolligi haqida chuqur fikrlar bildirgan. Mening shunchaki yig'lagim kelmas. Xayol sharob misol qilsin sarxush mast. Mening shunchaki kuylagim kelmas. Ovoz pardalarim chidab bersa bas. Qo'lingga tusharkan jajji chaqaloq, shunchaki suymoqda qanday lazzat bor. Kerak chinqirtirib o'pib tishlamoq. Biz ham go'daklikda topganmiz azor, shunchaki sevilmoq baxti qoradik. To'la tole uchun bu kim tik, bu kam, mening qalbim shunday sevgiga molik. Bir charsillab yonay, so'ngra so'nsam ham ohangi shunchaki solmasdan quloq, tarjima qilib yozsim sadolarin. Axir buloqmasmish tog'dagi buloq, ko'z yoshlarmish ishq gadolarin. Shunchaki kulmoq ham istehzodik gap. Birdan qah-qah uray cho'chib ketsinlar, boshlariga osmon tushganday qulab, g'aflat bandalari yoqa tutsinlar. Shunchaki yig'lash ham yarashmas bizga, uni eplar faqat yuragi toshlar. Shunday yig'lay hojat qolmasin sizga, qurg'oq ko'zlardan ham quyilsin yoshlar. Shunchaki yozmoqqa bormaydi qo'lim, shunchaki yozmoqqa ko'ngil to'lmaydi, shunchaki yozmoqqa bormaydi qo'lim, shunchaki yozmoq bu shoirga o'lim. Dorilamon kunlar keldi shafaqlari lol. Qayon boqsang shaylanishar va so'zlashar tor. Olcha gulin ko'zlaringga surtasan behol. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. So'lg'in lablaringdan ucharkan shu so'z, otaginam xayolimda rostlay boshladi qat. Dorilamon kunlarga qayt ona yumib ko'z, o'ksik dilda boshlanmasin desan qiyomat. Bu tabiat suyumlidir va ko'zlari ko'r, goh sharobdan, goh og'udan qilar bizni mast. Belginangga tirgak bo'lay onajonim tur, Dorilamon quyoshga boq, unga qasdma-qasd. Yuzing ardoqli quyoshday issiq va mahvash, ko'zlaringdan umid yonar tikilgan ona. Qorli kunlar bilan ketsin dilingdagi g'ash, qizg'ishlolaring qoplaydi bu kun dunyoni. Yerni yalang oyoq bossang, yayraydi taning. Yashamoq bir tansiq taom, unga ursang qo'l, borgan sari ochilar ishtahang saning. Bog'lardagi yetilgusi har mevali shoh, rizqdir bizga rizqa doim, dil inishlikdir. O'g'lonlaring kelar ana ochishib quchoq. O'g'lonlaring meva qadar bir shirinlikdir. O'zing tortma davralardan el chorlaganda. Tiriklikning bayrami deb sozlashganda tor, o'zing so'lg'in lablar bilan pichirlaganday, bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. O'zbekiston xalq shoirasi Halima Xudoyberdiyeva o'zining qalbdan to'kilgan she'rlari, falsafiy lirik obrazlari va kuchli badiiy ta'siri bilan o'zbek adabiyotining sahnasida o'chmas iz qoldirgan ijodkorlardan biridir. Halima Xudoyberdiyeva she'rlarida vatanga muhabbat va sadoqat, ona tilining go'zalligi, milliy qadriyatlarimizning muqaddasligi ham alohida o'rin tutadi. Uning she'rlari bu bir paytning o'zida ham qalb ifodasi, ham ijtimoiy voqelikning she'riga aylangan oynasi bo'lib xizmat qiladi. Men bir kuni tashlab ketaman bo'z libosim siymuzarimni, qor evitar shamol varaqlar ortda qolgan daftarlarimni. Bir kun kelib tashlab ketaman bo'z libosim siymuzarimni, qor evitar shamol varaqlar ortda qolgan daftarlarimni. Garchi tishga bosib tishimni, o'z yelkamdan o'zim bosib tek, gumdek ketdim so'ng bekatgacha. Lek ortda qolgan she'rlarim bu dunyoning yolg'onlaridan qah-qah urar to qiyomatgacha.
Vatan jim turadi, ammo u haqda. Tog'dan kelib tushgan tosh so'z aytadi. Bir sadolar kelar jim-jim kurtakdan, osmondan kelgan quyosh so'z aytadi. Vatan jim turadi, bayrog'i yonib. Boshidagi tug'i aytadi so'zni. Moziylardan kelib chir-chir aylanib, momomning urchug'i aytadi so'zni. Oybarchinni borbarchindir erkakmas. Alpomushdan tux olmagan erkakmas. Do'st yukiga yelka tutib tog'i past, hamma olam hayrondir o'zbekning. Bilmam, Alloh gul berganmi, xas berganmi? Ne bo'lsa ham dilin sarg'ishmas bergan, Nodiraga kanis bo'lib sas bergan, Halimasi bironidir o'zbegim. O'ngimga, ruhimga o'q otgan fikr, ko'nglimga bir yorug' cho'g' otgan fikr, uyqumni uyg'otgan fikr, turklikning muqaddas o'chog'i Turon. Shoira ijodida nafaqat so'z, balki ruh va his bor. Uning har bir satridan oqib turadigan ta'sir insonni o'ylashga, his etishga, qalban tozalanishga undaydi. Shu bois Halima Xudoyberdiyevaning ijodi bugun ham qadrlanmoqda, o'rganilmoqda va yangi avlodga ilhom baxsh etmoqda. O'zbek adabiyoti tarixida u shoira emas, balki xalqning qalbiga aylangan ayol sifatida mustahkam o'rin egalladi.